Assalomu alaykum. Ingliz tilini sevadigan, qadrli, aqlli, harakatdan to'xtamaydigan ilmga chanqoq o'quvchilar kayfiyatlaringiz a'lo darajadami? Bugun sizlar bilan birgalikda bilan en noaniq artikl mavzusini o'tamiz. Nima uchun aynan bu mavzudan boshlaymiz? Sababi ko'pchilik o'quvchilar oramizda birinchi qism kitobchamizdagi mavzuyimizning boshlanishi bu bilan n'dan boshlanadi. Demak, biz darsimizni boshladik. Bilan n bu o'zi nima? Bilan n ingliz tilida noaniq artikl deb ishlatilib, bilan n ingliz tilidagi one so'zdan olingan bo'lib, bitta degan ma'noni bildiradi. Demak, birlikda siz foydalanadigan otlarning bosh harfi undosh harflar bilan boshlanadigan bo'lsa, noaniq artiklni ishlatasiz. Agar siz foydalanadigan otlarni bosh harfi birlikda unli harflar bilan boshlanadigan bo'lsa, unda noaniq artiklni ishlatasiz. Masalan, a cat, a dog, an elephant, an octopus. Bilan noaniq artiklni umuman ishlatilish mumkin emas bo'ladigan holatlar bor. Bular birinchisi, ko'plikda noaniq artiklni ishlatish mumkin emas. Ikkinchisi, bu ko'rsatish olmoshlar bilan birgalikda, masalan, that, this, those kabi ko'rsatish olmoshlarini oldidan bilan noaniq artikli ishlatilish mumkin emas. Agar ot oldidan one so'zi keladigan bo'lsa, noaniq artikl ishlatilmaydi. Bu uchinchi qoidamiz. Demak, uchinchi qoidamiz, agar ot oldidan one so'zi kelsa, noaniq artiklni ishlatish mumkin emas. Sababi bilan n ham ingliz tilidagi one so'zdan olingan bo'lib, bitta degan ma'noni bildiradi. Agar ot oldidan one so'zi kelsa, siz bilan n noaniq artiklni ishlatadigan bo'lsangiz, bitta gul yoki bitta daraxt deb ayta olmaysiz. Yoki one so'zi keladi, yoki bilan n noaniq artiklni qo'yishingiz kerak bo'ladi. Sanalmaydigan otlardan siz some so'zini ishlatasiz. Ko'plikda ham otlarga some so'zini ishlatsangiz bo'ladi. Demak, bugungi mavzuyimiz shulardan iborat edi. Savollaringiz bo'lsa, alohida murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.